Siz ko'rgan holat aynan ushbu ko'p qavatli uyning yerto'lasida sodir bo'lgan. Ko'p qavatli uyda yashovchi mulkdor o'z boshimchalik bilan uyning yuk ko'taruvchi konstruksiyalarini buzib tashlagan. Bu esa nafaqat uyning mustahkamligi, balki unda yashovchi fuqarolarning ham hayotini xavf ostiga qo'yadi. Mazkur holat poytaxtning Olmazor tumani Qoraqamish dahasida joylashgan ko'p qavatli uyda sodir etilgan. Ushbu holat inspeksiya xodimlari tomonidan nazoratga olinib, zudlik bilan tegishli choralar ko'rildi. Mana ko'rib turganingizdek, Olmazor tumani Qoraqamish 1-2 dahasi birinchi uyning yerto'lasida tayanch devorlari buzib tashlangan holatlari aniqlangan tadbir davomida buzib tashlangan majburiy ko'rsatmalar berilgandan keyin tadbirkor tomonidan avvalgi holatiga qaytarib qo'yildi. Hurmatli ko'p qavatli uyda yashovchi mulkdorlar, unutmang, uyning asosiy konstruksiyalariga qilingan eng kichik noqonuniy o'zgarish ham uyning mustahkamligini keskin pasaytiradi. Bu esa o'zingiz va qo'shnilaringiz hayotiga xavf tug'diradi. Ushbu o'zboshimcha harakatlaringiz qonun oldida javob berishingizga yetarlicha asos bo'ladi.